Mashinangizni tashlab ketsangiz bizga. Sizning mashinangiz qo'lni hadoyini qilib bermoqchi. Birinchi mashinani olib keta olasizmi? Yo'q. Yo'lingizda. Ana faqat pulimiz qolmadi-da, olib keta olasizmi? Pulimiz qolmadi, olib ketasiz, qo'yasiz. Assalomu alaykum. Qo'yli birinchi mashin. Ichishimiz yo'q. Pulimiz qolmadi faqat, olib keta olasiz. Ayollar bilan oke. Boydan beri turibmiz, olib ketgisi kelmaydi, tushunmi? O'zi yaqin joyda turibsiz. Yaxshi eshitib ko'radigan joyda. Ro'yxatga tushish kerak edi. Moyxonada sifatga borasiz, oke? Mana sizlarni xizmatinglardan tashlab qo'yaman, keyin qo'yishinglar. Rahmat, oka, joningiz sog' bo'lsin. Ozgina lapanglash bor ekan-a? Arendami yo o'zingizmi? Eski mashina endi remont qilaman deyapman, remont qilish kerak. Oke, biz avtoservisdanmiz. Boyadan beri ana ehsonimiz bor edi-da, hayitli qilib. Shunga boyadan beri to'xtatib turibmiz, hech kim to'xtamayapti. Shunga mashinangizni tashlab ketsangiz bizga. Sizning mashinangiz qo'lni hadoyini qilib bermoqchimiz. Siz bizga yaxshilik qildingiz, biz ham sizga yaxshilik qilmoqchimiz, oke? Gap yo'q ekan. Yo'g'i haydayman servisga. Ham kelinglar. Kerak shu o'rinda yetib ketish kerak. Bu avtomobilimizni qo'lni hadoy zapchasiga terib qo'yib beramiz. Buni ajratish, zapchasi farqini ajratishni o'rgataman, qarang. Mana bu oddiy sharner. Terib chiqarayotgan sharnerni ko'rsatib bo'ladi. Rangida ham, kачествосida ham farq qiladi, okalar. Koreya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan ham sifatli, ham hamyonbop mahsulot, okalar. Uyaltirmaydi, bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Mashinangiz tayyor bo'ldi. Bunga polni Tert firmani hadoy zapchaslarini qo'ydik. Haydab ko'rasiz. Xudo xohlasa. Rahmat, xizmatingizga rozi bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin, oke? Rahmat. Salomat bo'ling.